soch tirnoqlaringiz mo'rtlashib qoladi-yu, tirnog'im ko'chib ketyapti, sochim to'kilyapti, tarasam rosa to'kilyapti degan insonlarga soch to'kilishingizni tirnoqlaringizni mustahkam qilishga yordam beradi. Keyin zubi bor insonlarga, o'zim ham iste'mol qilganman. Boyaginday sahri bor insonlarga ham tavsiya qilamiz. Qoningizni ko'paytiradi. Mana organizmimizda qizil qon bor-ku, biz bu narsani shunday deymiz, bemalol yashil qon olamiz. Organizmingizga kirdimi, sizda o'sha 2000 xil vitamin bilan to'ydirib beradi. To'qlik hissini beradi bu narsa. Boya ustozimiz aytmoqchi, ozmoqchi bo'lgan insonlarga kashasini och qoringa ichadi, semirmoqchi bo'lgan insonlar to'q qoringa ichadi dedi-ku. Farqi yo'qda o'sha narsani. Kim qanday tabiga qarab iste'mol qilaveradi. Bolasi bitta farzand qiz yoki o'g'il bo'lsa qat'iy nazar yoki 14-15 ga kirgan menopauza bo'ladi-yu insonda. O'shaning uchun mana 15 yildan beri to'xtab qolgan bo'ladi. Menopauzalarda, kataraktalarda, zreniyalarda, undan tashqari mana ichkilikni tashlamoqchi-yu, lekin tasholmayotgan, irodasi bo'shliq qilayotgan insonlarga bering. Bunga razervani ham rishi choy bilan birgalikda bersangiz zo'r natija oladi. Tarkibidagi o'sha vitaminlar butun tanangizga yetmayotgan vitaminlarni yetiltirib beradi. Undan tashqari mana ko'pchilik mana bolachalarga beramiz. Nima uchun? Immuniteti yuqori, qoni ko'p bo'ladi doim. O'zimiz mana sinovdan o'tkazganmiz buni. Mana nevaram tug'ilgandan beri ichadi mana shuni, juda ham zo'r. Privkani ham o'rnini bosib beradi deb o'ylayman. Chunki mana shuni berganim hisobiga men privka oldirmayman. Nevaram 2 ga kirdi mana privka olmasdan. Kasal bo'lavermaydi eng qizig'i. Qarang, agar kasal bo'laversa, baribir kasal bo'layapti degan anaqa uyg'onadi ko'nglimizda. Kasal bo'lavermaydi, gripp bo'lavermaydi uncha-munchaga. O'shaning uchun men shunaqa yaxshi ko'raman. O'zinglar. Bo'lsa ham suvi loyqalamaydi. Tiniq turadi. Chunki bola loyqa suvda qolib ketsa ham ziyon deydi, kasallikka chalinadigan bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Lekin gripp bo'lsa ham suvi doim tiniq bo'lib turadi. Tuqqungacha berishingiz mumkin. Oson, qiynalmay, energiyaga boy bo'lib turib oladi, charchamaydi. Qoni doim 100 dan ziyod bo'lsa bo'ladi, undan pastga tushmaydi. Ko'ryapsizmi? Juda ham ajoyib narsa. Undan avval ham bersangiz bo'ladi. Homiladorlikda emas, undan avval ham. Chunki follikullarni zo'r yetiltirib beradi. Folikistozlarda, follikullarni yorib berishda, yetiltirib berishda juda ham natija zo'r. Undan tashqari mana o'sha matka anaqasida yallig'lanishlar bo'lgan hisobiga homilador bo'lish qiyin bo'ladi-yu, shamollashlarda. O'shani shunaqa tiniq yaraqlab turibdi deydi-da. Biz mana shu hisobni kunda ham ichyapti, bitta nimamiz